А вы знали, чем лимон отличается от лайма? Лимон желтый, лайм зеленый. С лимоном пьют чай, с лаймом алкогольные напитки. Но вот что интересно, если лимон положить в воду, то он будет плавать. А вот лайм утонет. Теперь вы знаете. Assalomu alaykum. Noodatiy fikrlar bilan yana Filter Vibe. Bu 100% qoida emas. Har limon har xil. Navi, pishganligi, ichidagi suv va havoga qarab. Ba'zi laymlar suzish mumkin, ba'zi sarg'i limonlar cho'kish mumkin. Ya'ni bu kontent trend uchun, lekin qonun emas. Limon eksperimenti bu sizni aldash uchun. Sarg'i limon, choy limoni, laym, alkogol limoni bu ikkalasi ham noto'g'ri gap. Gap limonda emas, gap zichlida. Sizni limon bilan emas, hikoya bilan ishontirishadi. Miya faktni emas, tushunarli sababni qabul qiladi. Masalan, bir xil mahsulot. Biri 50% chegirma deb sotadi, ikkinchisi 1+1 bepul deydi. 50% chegirma bu matematika. Aniq hisob, narx yarim bo'ladi. Odam qancha arzonlashdi deb o'ylaydi. Bu raqamli fikrlash. 1+1 bu hikoya. Bitta olsang, ikkinchisi bepul. Aslida ko'pincha qiymat bir xil, lekin odam buni sovg'a, ya'ni gift deb qabul qiladi. Bu psixologik fikrlash. 1+1 ko'proq sotadi, 50% chegirma ko'proq tushuntiradi. Restoran misolida. Bitta restoranda go'sht qimmat deydi, ikkinchisida go'sht import qilingan premium deydi. Aslida go'sht bir xil, narxi boshqacha. Xullas, odamlar narxni emas, qanday his qilganini sotib oladi. Ular his qilishi uchun siz e'tiborni sotishingiz kerak. Agar o'yinchi bo'lsangiz, keyingi videoni kuzatib boring. Bookmakerlar haqida siz bilmagan ma'lumotlarni beraman. Unda ikkita yo'l turadi sizda. Yo o'yinda yutish darajasi oshadi, yoki undan butunlay voz kechasiz.